Barchaga assalomu alaykum. Bugun qandli diabet bo'yicha bemorimiz oshqozon shunlash operatsiyasi o'tkazdilar. Bugun 3-kuni opa? Operatsiyadan oldin venada olganimiz 20 chiqdi. Operatsiyadan oldin ozgina tayyorgarlik qilib keyin o'lchaganda 13 ga tushdi. Keyin boshladik. Hozir mana 12 bo'ldi, 11, sekin-sekin tushyapti. Oyoqdagi shikoyatlar, umuman sahrga bog'liq shikoyatlar sekin-sekin yuqori boradi. Nazoratda bo'lib turasiz. Xudo xohlasa bir haftadan keyin Toshkentdasizlar-ku. Bir haftadan keyin bir oydan keyin kelib ko'rikdan o'tasizlar. Kundan-kunga yaxshi bo'lasiz, xudo xohlasa. Necha bilan kirdingiz operatsiyaga? Qandli diabet necha edi? 13 bilan kirdingiz. Insulin olib turardingiz? Faqat dori ichardingiz. Vazn bo'yicha qanaqa edi? 95. Operatsiyaga 13 bilan kiruvdi. Bugun mana 2-kuni. Hozir dorilar ichmayapsiz, hech nima ichmayapsiz. Dorilar ichmagan holatlarida 11 ga tushgan. Dorilar ichib yurgan paytingizda 13 yurdi, 13-16 yurgan dorilar bilan. Natijani ko'rib turibsizlar. Kuzatishda davom etinglar. Agar qandli diabet bilan og'riyotgan bemorlar bo'lsa, aloqaga chiqishinglar mumkin. O'zingiz qanaqa his qilyapsiz opa operatsiyadan keyin holatingiz yaxshimi? Og'riqlar yo'qmi? Yo'q. Zo'r, yuzlarini olish xohlamayaptilar, shuning uchun yuzlarini olmadik. Qandli diabetning ikkinchi turidan aziyat chekayotgan bemorlarimiz bor. Turli xil dori-darmonlar bilan sahrini normaga tushira olmayotgan bemorlarimizga murojaatim shuki, shu amaliyotdan foydalanish uchun bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sahifamizga obuna bo'ling.